O'zbekistonda hafta o'rtasida havo harorati nisbatan pasayadi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zbekistonga 10-13 fevral kunlari nam ob-havo massalari kirib keladi. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, mamlakat hududida katta qismida vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Shimolda yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Havo harorati kunduzi asosan 12-17 daraja iliq atrofida bo'ladi. Hafta o'rtasida esa 8-11 daraja iliqqacha pasayadi. Harorat kechalari 7-10 daraja iliq, hafta o'rtasida 3-6 daraja iliqqacha pasayadi. Respublikaning shimolida harorat kechalari 2-3 daraja iliqdan 5-10 daraja sovuqqacha o'zgarib turadi. Kunduzi 3-8 daraja iliqdan 0-5 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. 9-10 fevralda ayrim joylarda ba'zida 20-25 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. Vaqti bilan kuchli bo'ladi. Qor ko'chish xavfi bor. Toshkentda 9 fevralda kunning ikkinchi yarmida yomg'ir yog'adi. Harorat 14-16 daraja iliq bo'ladi. 10-13 fevralda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Havo harorati kunduz kunlari asosan 11-16 daraja iliq bo'ladi. 11 fevralda 8-10 daraja iliqqacha pasayadi. Harorat kechalari 8-10 daraja iliqdan 3-5 daraja iliqqacha o'zgarib turadi.